Assalomu alaykum do'stlarim. Bugungi ovqatimga nima deysiz? Go'shtimni kamligiga qaramay, mazali karam sho'rba pishirishni ma'qul ko'rdim. Oxirigacha ko'ring. Sizni ishtahangizni ochgan bilsam, videom yoqqan bilsa, sizdan izohda fikringizni va yo'lakchani qizartirib qo'yishingizni iltimos qilaman. Masalliqlarni pastda yozib qoldirdim. Savollaringiz bo'lsa, tortinmay so'ravering. Rahmat, juda mazali chiqdi. Siz faqat kam pishiribsiz, dedi o'g'lim. Menimcha maqtovni eng yaxshisi shu bo'lsa kerak. Yoqimli ishtaha. Bu esa bitta layfhak. Garamni shunday qilib yopib qo'ysangiz, bir hafta bemalol qaraymasdan turadi.